Hurmatli bort komandiri, Tungi Ekspress parvozga tayyor. Assalomu alaykum. Qadrli Oynajahon muxlislari, aziz yurtdoshlar, kech xayrli bo'lsin. Xayrli kech, hurmatli Oynajahon muxlislari, Tungi Ekspressning ashaddiy ishqibozlari. Yana sizning xonadoningizga Tungi Ekspressni shiddati bilan kirib borayotganimizdan juda ham mamnunmiz va sizni kechki kayfiyatingizni yuqori darajada bo'lishini istagan holatda biz bugungi dasturimizni boshlash arafasidamiz. Albatta, va sizning ushbu maroqli dam olish onlaringizni yuqori kayfiyatda o'tkazish uchun biz yana efirga shaylandik. Tungi Ekspress yana sizning xonadoningiz mehmoni azizlar. Albatta, doimgidek studiyada atmosfera yuqori va aynan bizda kayfiyat yuqori darajada. Boshlovchilaringiz darvoqe Nilufar bir necha daqiqalardan keyin studiyamizda ko'rinish beradi. Ayni daqiqalarda biz unga samolyotning ichini taxlab turing deganmiz, tayyorlab turing deganmiz va bir necha daqiqalardan keyin 3-boshlovchi ham biz bilan birgalikda dastur davomida maksimal darajadagi kayfiyatni ulashishga harakat qiladi. Har doimgidek Ma'mun universiteti ilg'or talabalari degan joyda qarsak bo'lish kerak. Albatta. Qaldirg'och ansambli ijodkorlari biz bilan yelkadosh va biz dasturni mana shunday yuqori kayfiyatda boshlaymiz. Dastur an'anasiga sodiq qolamiz. Qaldirg'och ansambli sozanda yigitlar ijrosida Dilbar taronadan birgalikda bahramand bo'lamiz. Go'zal navo, marhamat. Marhamat. Rahmat.
Qaldirg'och ansambli minnatdorchilik izhor qilamiz. Qadrli Oynakjahon muxlislari, dasturimiz davom etadi va biz ana endi terminallarga birin-ketinlikda murojaat qilamiz va Ma'mun universiteti yangiliklari bilan bog'liq bo'lgan Ma'mun terminaliga murojaat qilamiz dastavval. Albatta, bu terminalda esa bizni hamkasbimiz Ma'mun universiteti matbuot xizmati mutaxassisi Abdullajon Bo'riyev bizni kutib oladilar. Marhamat. Albatta. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, dasturimiz homiysi bo'lgan Ma'mun universiteti yangiliklari davom etadi. O'z uslubi va ijro yo'nalishiga ega bo'lgan Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Foziljonov hamda rejissyor Javlon Shodmonov shu bilan birgalikda aktyor va xonanda Kamronbek Soburovlar ishtirokida Ma'mun universitetida talabalar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvdan oldin san'atkorlar Ma'mun universitetining talabalar uchun yaratilgan shart-sharoitlari haqida tanishdi va albatta turli sohalar bo'yicha qiziqarli suhbatlar bo'lib o'tdi. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqanchirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevolsaydim o'sha mening jadid singari Sho'lpon ekkanni holdan bo'stonlarim bor mening Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening Ochadi o'zi. Arigato. Aziz do'stlar, men Yaponiya shahrida emas, balkim Xorazm shahridagi universitetga tashrif buyurdim. Ma'mun universitetiga kirganimdan boshlab ilmiy muhit meni hayratga soldi. Eng avvalo yoshlarning faolligiga qoyil qoldim. Ular hayotda ham o'z o'rnlarini oldi. Xorazmga tashrifim davomida meni hayron qoldirgan joy bu Ma'mun universiteti bo'ldi. Ma'mun universiteti O'zbekiston lider yoshlari tanlovi. Ma'mun universiteti Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti Stockness akademiyasi bilan hamkorlikda trading o'zi qanday kasb, qanday boshlash kerak mavzusida katta seminar bo'lib o'tdi. Unda universitetning iqtisodiyot hamda buxgalteriya hisobi fakulteti talabalari, shuningdek, o'z biznesini boshlashni maqsad qilgan talabalar ham ishtirok etdilar. Ma'mun universitetida yoshlarda moliyaviy savodxonlikni oshirish va zamonaviy sohalardan bo'lgan trading yo'nalishi mexanizmlarini tushuntirish maqsadida Stockness Trading jamoasi vakillari bilan talabalar o'rtasida uchrashuv tashkil etildi. Tadbirda iqtisodiyot va axborot texnologiyalari yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar faol ishtirok etishdi. Uchrashuv davomida jamoa a'zolari birja savdolari, texnik va fundamental tahlil asoslari, shuningdek o'zlarining real tajribalari asosida muvaffaqiyatli investitsiya qilish sirlarini talabalar bilan bo'lishishdi. Ayniqsa jamoa yetakchisi tomonidan taqdim etilgan trading qanday soha mavzusidagi taqdimot yoshlarda katta qiziqish uyg'otdi. Ko'plab bahs-munozaralarga boy bo'lgan uchrashuvda talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib, amaliy bilimlarni egallash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bugun bizning universitetimizda trading bu qanday soha mavzusida trening bo'lib o'tdi. Bu zamonaviy kasblardan biri bo'lganligi sababli shaxsan o'zim tarix fakultetida o'qisam ham bu sohaga qiziqqanligim uchun bugungi seminarda qatnashdim va o'zimni qiziqtirgan barcha savollarimga to'laqonli javob oldim. Zamonaviy kasblardan biri trading yo'nalishi bo'yicha seminar bo'lib o'tdi. Ma'mun universitetining iqtisodiyot fakulteti o'quvchilari faol qatnashib, hamma trading bo'yicha savollarni to'liq javoblarni oldilar. Tadbir yakunida Stockness jamoasi vakillari Ma'mun universiteti bilan hamkorlikni davom ettirish va maxsus treninglar tashkil etish istagini bildirishdi. Mazkur uchrashuv talabalarga nafaqat yangi bilimlar, balki kelajakda o'z yo'lini investitsiya va moliyaviy sohalarda topishga ishonchli turtki berdi. Talabalar teatr studiyalari ko'rik-tanlovining 2025-yilgi bosqichiga Ma'mun teatr studiyasi amerikalik yozuvchi Jeff Joseph tomonidan yozilgan Tojmahal qo'riqchilari asariga qo'l urishdi.
Toji Mahal yashirilgan devorlar ortida boshqa bir yashirin shahar bor. Sen hozirgina shohning eng sevimli muassasalaridan biri haqida hazil qilishga jur'at qilding. 40,000 qo'lni kuydirding. Ularni juda yaxshi ko'rib turganding. Hatto eslay olmayapman. Rostdan ham nima qilganimni eslay olmayapman. Sen shunchaki tasavvur qil. Agar sening qo'llaring bo'lmaganda bir umr qanday yashaysan? Men buni qilishim kerak. Yo'q. Men buni qilishga majburman. Men buni qilishim kerak. Ushbu asarda bor yo'g'i ikkita qahramon bo'ladi. Asar Ma'mun matbuot xizmati tarjimoni Bahodir Zakirov tomonidan tarjima qilindi. Asarni rejissyor Juratbek Sotiboldiyev qayta inszenirovka qilib, uni sahnalashtirdi. Spektaklda Nazokat Boyjonova va Javohir Rahmonov rol ijro qilishgan. Osmonga yorqin yulduzlar chiqdi, lekin oy yo'q deb boshlaydi Rejev Jozef ushbu asarida. Nima demoqchi, yerdagi oy bu Toji Mahalga urg'u berilgan. O'sha asardagi qahramonlar o'sha jamiyatda yashayotgan bir xalq vakili sifatida qirolni qarorlarini qabul qila olmaydi. Ya'ni o'sha Toji Mahalni qurgan 20 mingta quruvchini oilaviy hammasini qo'lini chopishni buyurgan. Yer yuzida Toji Mahal boshqa bir shunaqa chiroyli bino, shunaqa Toji Mahal bo'lmasligi uchun qaror qabul qilgan va o'sha insonlarning qo'lini chopganligi uchun o'zini o'zi kechira olmay asarda ikkita soqchi juda qiynaladi. Talabalarga ancha qiyinchilik tug'dirdi bu yerda. Chunki psixologik og'ir asar. Men o'ylayman tomoshabinlarga yoqqan bo'lsa kerak deb niyat qilib qolamiz. Men aytgan uchar agar mavjud bo'lganda sen uchib ketishga rozi bo'larmiding? Agar bu qudratli shoh hazratlariga ma'qul bo'lsa. Men u kishiga ma'qul bo'lmasa ham uchardim. Mo'him, u tomonga qarama. Mo'him ortingga qara. Imperator soqchilarga u tomonga qarash mumkin emas. Mo'him, biz uni istalgan vaqtda ko'rishimiz mumkin, istalgan bir boshqa vaqtda. Lekin hozir uni ko'rish uchun hayotimizni xavf ostiga qo'ymasligimiz kerak. U tomonga qarama Mo'him. Qarasangchi. Qaragin Humo. Ushbu spektakl tomoshabinlarni juda hayratga soldi. Undagi g'oya inson insonga mehrli va adolatli bo'lishi, mansab uchun odamni sotish darajasidagi razillikkacha borish kerakmasligi ochib berilgan. Mana meni kimligimni ko'rdingiz. Mansab uchun, nafsi uchun butun odamzodni qirib yuborishga tayyor maxluq. Xo'sh, endi o'zingiz ayting. Men qanday hayvonman? Aziz yurtdoshlar, sizlarga ulashmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Dasturimizning keyingi sonlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Umid qilamanki, Ma'mun universitetining talabalari yangi O'zbekistonning tayanchi bo'ladi. Мамун лидерлар tanlovi. Ma'mun Daigaku Daisukide. Мамун самый лучший. O'qimoq zavqila yorishar yoshlik, partalar oralab o'taverar yil. Cheksiz savollarga javoblar izlab, kitoblardek baland o'sadi ko'ngil. Eng pok orzular sho'xliklarimiz, talabalik ochu to'qligi go'zal. Bir kun qanot bo'lsang orzuga uchsak, Ma'mun senda boru yo'qligim go'zal. Ilm deb yursak, yo'l bo'ston bo'ladi. Yurt deb urgan yurak osmon bo'ladi. Bu yoshlar bir kun O'zbekiston bo'ladi. Orzu maqsadlarga eshiksan Ma'mun, minglab Xorazmiga beshiksan Ma'mun.
Tonga ulanganda bedor tunlarim, kelajakka narvon yasatgan sensan. Begonalar bilan qilib yoru do'st, bizni maqsad bilan yashatgan sensan. Talabalik nomin ko'targan dillar, tobat ilmga baxtga tolibdir. Bu yurt bolasidan kutkaydir ziyo, ziyo izlar yurtning xalqi g'olibdir. Ilm deb yursak yo'l bo'ston bo'ladi, yurt deb urgan yurak osmon bo'ladi. Bu yoshlar bir kun O'zbekiston bo'ladi. Orzu maqsadlarga eshiksan Ma'mun. Ilm deb yursak yo'l bo'ston bo'ladi, yurt deb urgan yurak osmon bo'ladi. Bu yoshlar bir kun O'zbekiston bo'ladi. Orzu maqsadlarga eshiksan Ma'mun. Minglab Xorazmiga beshiksan Ma'mun. Ma'mun. Ma'mun universitetiga kirganimdan boshlab ilmiy muhit meni hayratga soldi. Eng avvalo yoshlarning faolligiga qoyil qoldim. Ular hayotda ham o'z o'rnlarini topdi. Xorazmga tashrifim davomida meni hayron qoldirgan joy bu Ma'mun universiteti bo'ldi. Ma'mun universiteti O'zbekiston lider yoshlar tanlovi. Qadrli Oynajahon muxlislar, aziz yurtdoshlar, tomosha qilayotganingiz Tungi Express dasturi va albatta biz yuqori kayfiyatda dasturni davom ettiramiz. Ma'mun yangiliklardan o'tib oldik. Yana endi bu yog'iga san'at terminaliga murojaat qilamiz va trapda ko'rinish bergan ilk ijodkorimiz biz ijtimoiy tarmoqlarda aynan ularni tashrifi to'g'risida yoritganimizda samimiy, iliq mulohazalarni guvohiga aylandik. Demak, mamnuniyat bilan qarshi olamiz Temurbek Rahimov. Marhamat. Kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Temurbek, xush studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Kayfiyat yaxshimi? Kayfiyat zo'r. Aynan bugungi Tungi Express dasturida sizni ko'rganimizdan biz ham xursandmiz. O'ylaymizki, sizni sog'ingan muxlislar ham xursand va dastur an'anasi xuddi shunday. Mehmon ijodkorlarimiz studiyamizga tashrif buyurdimi, qo'shiq kuylamasdan o'tirishga ruxsat bermaymiz. Demak, qo'shiq ijro qilasiz ayni daqiqada. Tamam, rahmat hammangizga. Xudo xolasa bugungi Tungi Express ko'rsatuvini taklif qilganlaringizdan xursandmiz. Xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarda birgalikda xizmat qilish nasib etsin. Hammangizga rahmat deymiz. Rahmat. Bugun toza qo'shiqlarni aytamiz deb kelganmiz. Xudo xolasa marhamat, qarshi olamiz biz ham. Xudo xolasa poddeshga kirib, albatta qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Demak, boshladik. Rahmat. Yüreğimde bir arzu var, Tengrim bizni ayırmasın. Sen beni ömrüm mezmunu, yolumuz ayrı bulmasın. Yüreğimde bir arzu var, Tengrim bizni ayırmasın. Baktığımız görüp özgeler, salmasın yolumuza ayrı.
ayırmasın. Baktığımız görüp özgeler salmasın yolumuza ayrı. Seni benden ayırmasın, ah, beni senden ayırmasın. Baktığımız görüp özgeler salmasın yolumuza ayrı. Seni benden ayırmasın, beni senden ayırmasın. Baktığımız görüp özgeler salmasın yolumuza ayrı. Seni benden ayırmasın, ah, beni senden ayırmasın. Rahmat, minnatdorchilik izhor qilamiz. Ilk tarona taqdimoti uchun va albatta ushbu tarona ham go'zal va yangi tarona. Adashmasam bizni telekanalimizda ilk bora ijro qilinyapti. Premyera. Demak, Tungi Express premyeralar taqdimotida yana davom etadi. Temurbek, keling joylashib oling. Biz esa trapga nazar solamiz. Siz joylashib oling. Biz qarang kim tushib kelyapti. Qaldirg'och ansamblida iltimos qilamiz. Bizni pozivnoyimiz chalib berishingizni va aynan styuardessamiz allaqachon samolyot parvozga tayyor bo'lganligiga ishora qildi va nihoyat samolyotni hozirlab bo'ldilar. Ana endi birgalikda parvoz qilsak bo'ladi. Nilufar Nazarova, marhamat, qarshi olamiz. Qadrli onajonon muxlislari, Tungi Express loyihasining hurmatli kuzatuvchilari, biz sizlarni sog'inamiz har hafta va hozir yigitlarni ko'rib, qarab, havas qilib turdim. Men siz ham yaxshi olib borar ekansizlar dasturni. Yo'q, o'rningiz bilindi. Tuz kerak bo'ldi. Taomga tuz kerak bo'ldi. Baribir. Tuzsiz taom bo'lmaydi-ku. Temurbekning qo'shiqlariga trapda bo'lsa ham raqsga tushib turdim. Rahmat berdinglarmi? Sezdim. Qalban his qildik, baribir ko'rib guvohi bo'lib turdik. Albatta. Nima deydi? Har bir bog'ni o'zini guli bo'lgani ma'qul. Rahmat, salomat. Gulsiz bog' tatimaydi. Rahmat. Bizning gulimiz mana. Ha, xo'p. Bu sizni gulingiz. Joylashib olamiz. Demak, marhamat, joylashib oling. Suhbat jarayonlarini boshlaymiz. Temur, kech xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz? Juda yaxshi. Kayfiyat yaxshimi, Temurbek? Kayfiyat zo'r, rahmat. Yana bir bor xush ko'rdik studiyamizda. Endi biroz bo'lsa-da sizni savollar yomg'iri ostida qoldiramizda. Albatta. Gap yo'q. Xo'sh, ijoddagi yangiliklar, mana hozirgi tarona ham ijoddagi eng zo'r yangiliklardan biri, eng oxirgi yangiliklar desam ham bo'ladi, to'g'rimi? Nimagadir aynan sizni tashrifingizni biz ijtimoiy tarmoqda yoritganimizda, bu bola bormidi, ko'p bo'ldi, ko'rinmay ketdi degan mulohazalarni o'qidikda. Nima ishlar bilan bandsiz? Aynan muxlislar bu fikrlarni bilib olish kerak-da. Baribir muxlislar qiziqadi-ku san'atkorning hayoti bilan. Agar sir bo'lsa, sirligicha qola qolsin, lekin ochiqchasiga aytaman desangiz bemalol. Hozirgi kunda shu ijoddamiz, Xudoga shukr. Nima desam, efirda bo'lmasak ham ijtimoiy tarmoqlarda yoritib boryapsiz. Instagram orqali hozir shunday platformalar chiqqan, nima biladi. Instagram orqali ijodlarimiz ketib turibdi. Endi xudo xolasa efir orqali kliplarimiz tayyor bo'layotir. Xudo xolasa u kliplarimizda shu Xorazm televideniya orqali, boshqa televideniya orqali xudo xolasa yoritib boramiz. Xudo xolasa oz qoldi, inshaalloh zo'r klip tayyorlab turibmiz. Juda yaxshi, biz kutamiz albatta. Demak, qadrli onajonon muxlislari, mana Temurbek aytganlaridek, tele ekranlarda ko'rinish bermasalarda, ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi ijod namunalarini siz aziz muxlislarga taqdim qilib kelyaptilar va sinchkov muxlislar buni issiq vaqtida qabul qilib olishyapti. Bir savol ham berib o'taylik. Temurbekka shu o'rinda biz sizni taniganimizdan beri shu ko'rinishdasiz. Semirmaysiz ham.
Yana ozib ham ketmaysiz. Har doim shu yosh ko'rinish. Buni siri nimada? Hamma shu narsani aytadi. Ha, siri nimada buni? Bilmasam endi. Yer yaxshi bo'lsa kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Yer sho'ramas. Yer yaxshi bo'lsa kerak. Gap Hamma bo'lishi shuni mumkin. deydi. Obdon shudgor O'zimni qilingan. samirasim keladi, ichishimdan samirasim keladi. Appetit yaxshi, xudo shukr, hamma narsa joyida. Bilmayman, shu 70 kilo. Doim teskarisiga bo'ladi-yu. Ozmoqchi bo'lgan odam ozolmaydi, semirmoqchi bo'lgan odam semirolmaydi. Shu gapingiz. Menda shunday. Hozir menga. Siz nimaga tegadi sizga? Semirmoqchi bo'lganlar deganingizga. Demak, davom etamiz. Davom etamiz. Ayni daqiqalarda biz ilm terminaliga murojaat qilamiz va ilm terminalidagi bugungi aynan dasturimizning ishtirokchisini mamnuniyat bilan biz taklif etsak bo'ladi. Tarix fanlari falsafa doktori Omonboy Matqurbonovni qarshi olamiz. Marhamat. Nihoyat Omonboy aka tashrif buyurdilar studiyamizga. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Marhamat, joylashib olishingiz mumkin. Sizni alohida o'rindiqqa taklif etamiz va men o'zim Temurbekning yonlarida joylashib olaman va sizga savollar ketma-ketligini yog'dirishga biz tayyormiz. Ma'mun universitetining yangiliklarni biz maqtaganimiz sari har gal labimizdan bol tomaveradi. Har gal mana shu hafta ichida bo'lib o'tayotgan yangiliklar bu albatta bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizni ham diqqat e'tiborlari markazida va yangiliklarni yana sizdan eshitamiz. Rahmat. Yana yaxshi yangiliklar bo'lsa. Ilm terminalida bugun Omonboy aka siz bilan aynan Xorazmning Buyuk Ipak yo'lida tutgan o'rni mavzusida suhbatlashamiz. O'zi har bir davrni o'zi aloqa vositalari bo'lgan, savdo vositalari bo'lganda, mana hozirgi kunga kelib mana samolyotlar, uchar transportlar yo'lga qo'yilgan bo'lsa, o'sha o'z davrida bu karvonlar orqali ellarga bir-biri bilan savdo aloqalarini bog'lovchi vosita Buyuk Ipak yo'li bo'lgan. Butun dunyo bo'yicha eng bir nufuzi katta bo'lganda, endi mana shu nuqtai nazarda savdo yo'lida Xorazmni tutgan o'rni qanday bo'lgan? Keling, mana shundan boshlaylik suhbatimizni. Avvalo, katta rahmat savolingiz uchun. Hozir chiroyli ta'rif berdingiz. Bu yerda transport vositalariga urg'u berildi. Hozirgi zamonaviy transport vositalari, samolyot yoki boshqa. O'sha davrda bu transport vositasi albatta sahro kemasi, ya'ni tuyalar hisoblangan. Eng bardoshlisi ham shu bo'lganda. Albatta, va ana shu sahro kemalari orqali karvonni bosib o'tgan yo'li har bitta mamlakatni, har bitta shaharni alohida tarixini yuzaga keltirgan. Chiroyli ta'rif berish mumkinki, Ipak yo'li tarixini o'rganish uchun tarixchi bo'lish shart emas. Bu nafaqat tarixchini, balki har bir kasb vakilini qiziqtiradigan mavzu hisoblanadi va har bir kasbni o'zini Ipak yo'lidagi boy tarixi mavjud. Aynan Xorazm ham bundan mustasno emas, chiroyli tarixga ega va Xorazmni o'sha davrdagi Ipak yo'lida tutgan o'rni tarixi bo'yicha biz ko'proq arab muarrixlari asarlari orqali ma'lumot berishimiz mumkin va undan tashqari hali muallifi aniqlanmagan noma'lum muallif tomonidan yozilgan Hudud al-Olam asarida ham Xorazmning eng mashhur shahari sifatida Kat tilga olinadi. Yana bitta manba sifatida Abu Rayhon Beruniyning Al-Asar al-Boqiya Anal Qurun al-Xoliya deb nomlangan, ya'ni qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar deb nomlangan asarida ham o'zini tug'ilib o'sgan manzili makoni sifatida aynan Katga alohida urg'u beriladi. 10-asr, 11-asr tarixida ham Kat alohida nufuzga ega bo'lganligi ta'kidlab o'tiladi. Keyingi o'rinda albatta Kat shahridan keyin Gurganch shahrini ko'rishimiz mumkin. Gurganch shahri ham Ipak yo'lidagi eng mashhur shaharlardan biri bo'lib, Yevropa va Osiyo shaharlarini savdogarlar albatta Gurganch shahri orqali o'z manzilini belgilab olishga harakat qilganlar. Endi aynan mana shu qaysi mashhur shaharlari o'rin olgan deganda mana Kat qal'asini aytyapsiz-ku. Bundan tashqari mana shu Xivani ham o'rni bo'lganmi o'sha Buyuk Ipak yo'lida? Shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz, chunki butun dunyoga biz maqtanish qiladiganimiz hozirgi kunda Xiva
Xorazmni gavhari desak hech mubolag'a qilmagan bo'lamiz. To'g'ri ta'rif berdingiz. Xorazmni gavhari yoki bo'lmasam ochiq osmon ostidagi muzey shahar nomi bilan hozirgi kunda juda ham mashhur bo'lgan albatta Xiva. Buyuk Ipak yo'lidagi Kat, Gurganch shaharlari bilan birgalikda o'z tarixiga ega hisoblanadi. Bundan tashqari bu Ipak yo'lidagi Xorazmning eng mashhur shaharlari qatorida Puljoy shahrini, Madminiya shahrini, yoki bo'lmasam Kerder shahrini, Kerderin xos nomi bilan mashhur bo'lgan shaharni, yoki bo'lmasam Mizdaxkan shaharlarini ham alohida aytishimiz mumkin. Xiva shahri esa o'z navbatda o'sha davrdagi karvon yo'llari tutashadigan chorraha vazifasini bajarganligini ham ko'rishimiz mumkin. Xivaga alohida xonliklar davrida urg'u berilishi, karvonsaroylar yuzaga kelishini ham mazmun mohiyati shundan iboratki, karvon albatta Xivaga tashrif buyurgan paytda o'z bilan birgalikda madaniyat olib kelgan. Xivadan ham madaniyat olib ketishga harakat qilish kerak degan ma'nodagi o'sha davrdagi tarixchilarimizni asarlaridan ma'lumot olishimiz mumkin. Aynan Ipak yo'li Xorazm uchun qanday iqtisodiy va madaniy rivojlanish imkoniyatlarini yaratgan? Rahmat savolingiz uchun. Ipak yo'lini tarixida Xorazm alohida o'ringa ega va nufuzi jihatdan ham Xorazm shaharlari juda ham katta ahamiyatga ega. Iqtisodiyot nuqtai nazaridan hozirgi kunda ham iqtisodchi va tarixchi vazifasini bajaruvchi tadqiqotchi, turk tadqiqotchisi bor, Ikrem Kalan degan. Ana shu Ikrem Kalan aytib o'tadiki, Xorazm o'sha davrdagi iqtisodiy hayoti bilan birgalikda madaniyati ham juda ham katta ahamiyatga ega edi va bu o'rinda Xorazmni eng mashhur shahri sifatida Gurganchni alohida ta'riflaganligini ko'rishimiz mumkin. Nafaqat bu yerda iqtisodiy hayot, ya'ni o'sha davrdagi savdogarlar o'zi bilan birgalikda mahsulotlarni olib kelganlar, balki madaniyatlarni ham olib kelgan, madaniyatlarning o'choqlari ham shu yerda paydo bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki o'z navbatda ana shu savdogar o'zi bilan birgalikda olib keladigan mahsulotlarga ta'rif berishga harakat qilgan. Xitoydan kelgan mahsulot o'z navbatida ana shu mahsulotni tashqi ko'rinishda o'zini madaniyatini yaratib berishga, madaniyatini belgilarini yaratib berishga harakat qilgan va o'z navbatda Xorazmdan ham bu davr mashhur shaharlarda ana shu narsalarni yaratib berishga harakat qilganlar, savdogarlarning faoliyatidan buni ko'rishimiz mumkin. Bizda bitta qiziqarli savol bor, Manboy aka, e'tibor qaratasiz. Ipak yo'li orqali Xorazmga kelgan tovarlar va mahalliy mahsulotlar orasida qanday ayrim maxsus almashinuvlar bor edi o'sha davrda? Bu juda ham qiziqarli savol. Buni hozir emas, o'zi ko'pchilik bu sohaga taalluqli bo'lmagan kasb egalari ham juda ham ko'p so'raydi, savol beradi. Buni juda ham bir chiroyli asar bor. Ya'ni Xorazmdan olib ketilgan va Xorazmga olib kelingan mahsulotlar tarixi haqida ma'lumot beruvchi, xususan o'zi umuman Xorazmga olib kelingan mahsulotlar tarixi haqida Maqtisiyni asaridan bilishimiz mumkin. Juda ham ko'p ma'lumotlarni bergan. Bu juda ham chiroyli asar. Ahsanat taqosim fi ma'rifatal aqolim deb nomlangan asarda aynan shu Xorazmdagi Bulg'or deymiz endi, hozirgi Bolgariya deymiz yoki Bulg'or yurti deymiz. Shu yurtdan kirib kelgan mahsulotlar haqida ma'lumot beriladi va ular orasida Bulg'or qalampiri aynan shu yerdan kirib kelganligini bilishimiz mumkin. Va bular orasida mo'ynalar va undan tashqari bir qiziq tomoni shundan iborat ediki, mo'ynalar orasida Kimuxt nomi bilan mashhur bo'lgan oshlangan ot terisiga ham urg'u berilgan. Ya'ni Bulg'orlardan Xorazmga kirib kelgan mahsulotlar orasida Kimuxt mahsuloti ham bor edi. Bu juda ham yaxshi baholanar edi. Uning nufuzi ham juda ham katta ahamiyatga ega edi. Undan tashqari hozirgi kunda eman daraxti deb nom bilan mashhur bo'lgan daraxtni o'sha davrdagi mashhur yog'i ham mavjud bo'lgan, daraxtdan olingan yog'i, bu tibbiyotda ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Bular ham Xorazmga ana shu Bulg'orlar yurtidan, Xazar davlatidan kirib kelgan mahsulotlar hisoblanadi. Endi Xorazmdan olib ketilgan mahsulotlar, shu juda ham qiziq. Xorazmdan chiqarilgan mahsulotlar tarixi haqida Ibn Xafqalning ma'lumotlari haqida ma'lumotlari bilan ma'lumot berishimiz mumkin, asoslanishimiz mumkin. Ular orasida eng mashhurlari sifatida aynan Xazar va Bulg'orlar yurtida eng ko'p yeyiladigan mahsulot guruch hisoblanganligi sababli aynan guruch eksport qilinganligi, Xorazm va Moronnaxir shaharlaridan o'sha davrda eng ko'p eksport qilingan mahsulot guruch hisoblanganligini va undan tashqari o'sha davrda ularni Xazar va Bulg'or yurtidagi iste'mol mahsuloti ko'plab baliq bo'lganligi uchun baliq mahsulotlarini ham O'rta Osiyodan, umuman Xorazmdan eksport qilinganligi haqidagi ma'lumotlarni va yana plus aytishimiz mumkinki, quritilgan mevalar. Aynan quritilgan mevalar ham Xorazmdan eksport qilingan asosiy mahsulotlar sifatida qayd qilingan. Juda yaxshi. Yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Qadrli oynajahon muxlislari, Tungi Express loyihasi orqali mana shunday foydali bo'lgan tarixiy ma'lumotlarga ham ega bo'lishingiz mumkin. Biz esa suhbatimizni shu joyda to'xtatib turamiz, hali davom etamiz, lekin biz san'at terminaliga yana murojaat qilishimiz kerak. Trapga diqqatimizni, e'tiborimizni qaratamiz, lekin bizga nima yetishmayapti, bilasizmi? Nima? Qarsak yetishmayapti. Qarsak qani?
Akbar Sapayev taklif etiladi. Marhamat. Akbarbek Sapayev. Assalomu alaykum. Akbarbek, xush kelibsiz. Kech xayrli bo'lsin. Rahmat, hammangizga xayrli bo'lsin. Ikkinchi marta qayerga uchmoqchisiz? Savol. Endi bir keldingiz indamadik. Birinchi safarda bilasizlar-ku. ko'pchilik qayerga bo'lsa o'sha yerga ketib qolaveradi. Shu. Taroz qaysi tomonga og'ir bossa, shu tomonga ketasizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, dastur qoidasini bilasiz. San'atkorlarimiz joylashib olishdan oldin taroza taqdim etish kerak. Bu qoida sizga begona emas, bilasiz, oldindan tanishsiz. Demak, sizdan ilk ijro taqdimotini qabul qilib olamiz. Marhamat, Akbarbek Sapayev qo'ylaydi. Reşki yaman şu mazalını sayasından kızganadı. Öpsem de bendeki bağlını kızarı but bulup yanadı. Reşki yaman şu mazalını sayasından kızganadı. Öpsem de bendeki bağlını kızarı but bulup yanadı. Kızganadı gece saydan, kızganadı boyu gedaydan, kızganadı yanımda bulsa aradaki kiçkine caydan. Kızgana verme asmanda kıyaşlanam, kızgana verme kardanam yaşlanam, kızgana verme şu adetinle taşa, kızgana verme eğer kıyın yaşa, kızgana verme asmanda kıyaşlanam, kızgana verme kardanam yaşlanam, kızgana verme şu adetinle taşa, kızgana verme eğer kıyın yaşa. Hayatım aşkman özüne, yanıp duran kara gözüne, dünyanın en hoş rayların hiçbirisi çıkmaz dizine. Hayatım aşkman özüne, yanıp duran kara gözüne, dünyanın en hoş rayların hiçbirisi çıkmaz dizine. Dilinle ey sucidirginem, birgine sen özün birginem, ten alaver yaxşılap kara, yaman kızanı dinman mene. Kızgana verme asmanda kıyaşlanam, kızgana verme kardanam yaşlanam, kızgana verme şu adetinle taşa, kızgana verme eğer kıyın yaşa, kızgana verme asmanda kıyaşlanam, kızgana verme kardanam yaşlanam, kızgana verme şu adetinle taşa, kızgana verme eğer kıyın yaşa. Kızgana verme asmanda kıyaşlanam, kızgana verme kardanam yaşlanam, kızgana verme şu adetinle taşa, kızgana verme. Kızgana verme asmanda kıyaşlanam, kızgana verme kardanam yaşlanam, kızgana verme şu adetinle taşa, kızgana verme eğer kıyın yaşa, kızgana verme. Ajoyib ijro. Kim uchun aytilgan, Kenayim uchun emasmi?
so'zlaridan ma'lum emasmiding? Joylashib olamiz keling, marhamat. Akbarbek studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. O'tirgan joyingiz sizniki. Joylashib oling. O'rtaga o'tirdim bu safar. Maqol borku, Yaxshi, o'tir yaxshi. qizim o'rning topiladi deb. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xayrli bo'lsin. Rahmat, hammangizga xayrli bo'lsin. Ikkinchi bor ko'rsatuvni hayajoni qanday sizda? Hayajonsiz bo'lmaydi baribir. Chaqirganlaringizni o'zida o'zi hayajonni his etib boshladim. Bu ko'rsatuvga yana tushish niyatim bor edi. Yana kelish niyatim bor edi. Muxlislarning fikri qanday bo'ldi? Aynan qayta mana shu tungi ekspressda chiqish qilyapmiz degan Endi baribir reaksiyalari yaxshi. Shuning ko'ngilochar ko'rsatuvlarda chiqishimni baribir mening kuzatuvchilarim xol edi. istashgan. Ava. Va ko'rsatuv orqali ular bilgan bilmagan yangiliklarni sahnangizda bilib olishadi. Albatta. Juda yaxshi, juda yaxshi. Yangiliklar ko'p kuzatib boryapmiz. Bir kun bilasizmi? Tong sahar turib ijtimoiy tarmoqda nima yangiliklar deb kuzatsam, Akbarbek ko'zlari shishib ketgan tuni bilan musiqa yozganmi bilmayman, soat saharlab 6 da jonli efir qilib o'tiribdi ijtimoiy tarmoqda va qo'shiq bastalayapti-da. Hamma yozyapti. Akbarbek qo'shiq kuylab bering, qo'shiq kuylab bering. O'zi uxlamagan, lekin ovoz uxlab yotibdi. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi, lekin baribir imkon qadar kuylandi o'sha paytda. So'ragandan keyin aytmasam. O'sha paytda yangi qo'shiq yaratayotganmidingiz? Ha? U tayyor bo'ldimi hali? Yo, hali tayyor bo'lmagan. Endi tayyor bo'lmadi. Ijodda yangi yo'nalish emas, o'zimni shu yo'nalishimni Yaqinroq gapirasiz mikrofon. sodiq qolgan holda shu qo'shiqlar toza qo'shiq, lekin shu o'zimni yo'nalishim bo'yicha yozib turibman. Hozir bizni tomosha qilayotgan muxlislar quloqlarini bunaqa qilishgan bo'lishi mumkin. Nega? Qayta eslatib eshitadi. Gap qayerda, gap qayerda. Yaxshi, yaxshi. Zutna chadalar baxanada. Ozgina harakat bo'ladi deng. Hammani uyg'otishadi deng. Ha, to'g'ri. Yo'q, bitta savol bermoqchiman. O'sha qo'shiqni so'zi kimga tegishli? O'zingiznikimi yoki g'oya qayerdan? Endi shu yerdan so'ramanglar, hozir aytsam, ideya o'zimniki, so'z o'zimniki desa o'zing eshitaver deydilardan ko'p. Shuning uchun o'zim yozib turibman. Endi o'zingizga yoqadigan so'zlarni terib, to'g'ri. Yana bir ijtimoiy tarmoqlarda ko'p biz kuzatyapmiz, Xorazm shevasiga xos bo'lgan so'zlarni, maqollarni, iboralarni. Ismlarni. Bu taklifi kimdan chiqdi, g'oyasi kimdan chiqdi mana shu narsalarni? Yo'q, hech kim taklif bergani yo'q, prosta o'zingiz qiziqish xayolimga keldi shunday narsa. Keyin Biz ham yozib qoldirdik izohlarda, ko'rdingizmi? Gördüm, hammangiznikini ko'rdim. Ayniqsa Xo'jani. Shu o'zim hayolimga keldi. Lukuni ma'nosini topdingizmi? Luku hammasini topmadim endi hozir. Lukuni topmadingiz lekin. Jonli efiringizda yozgan. Luku. Endi hozir Xorazmcha Nilufar so'z. Siz bilasizmi? Nechun aytib turibdi deymi u gapni? Shu vaqtda topgan odamga sovg'a bor deganim uchun hozir topmadingiz-ku deb, как будто hozir men podarkasini aytgan bo'lishim kerak. Mayli. Podarka chiqim. Geldik. Bir podarkasi berildi. Bir podarkasi berildi. Qo'shiqni taqdim qila qoldingiz mana sovg'a o'rnida. Demak, kelinglar endi yana trapga diqqatimizni yetib. Albatta, ijod terminaliga murojaat qilamiz ayni daqiqalarda va Sabri taxallusi bilan she'rlar butun dunyolarga mashhur bo'lib kelayotgan ijodkor desak hech mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ulug'bek Yusupov aynan trapda ko'rinish berdilar. Ulug'bek Sabri janoblari qarshi olamiz. Marhamat. Ayting. Bir günü aytayım. Ayting. Joyla band, hem mer press. Şundan ben çakırdı Tungi Express. Sanatkar halkını geçte yiydi ona adeti var. Kapız bilesin. Sanatkardan başka yere köp adam da bu narsadan. Ekseriyet kısmı sanatkardan. Biz hani görüp oturgan olsa bir ne sayacak bana.
Açın xaladenlikni. Bo'lsa xolodez, yanına tartın bir go'shtli pres. Üstüne çayını için yeng hazzatingdan ko'ringlar tungi ekspres. Assalomu alaykum. Marhamat. Keling, joylashib olasiz. Bu tomonga joylashtiramiz sizni. Yaxshi, rahmat. Xush kelibsiz, albatta. Xush kelibsiz. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Siz hozir qo'shiqchilarning yoniga o'tkazib qo'ysak, she'rlaringizni sotishni boshlaysiz-da, shuning uchun alohida. Masofa yaqin sotsa bo'ladi. Yo'q, hozir qo'shiqni tarixini avvalo Omonboy aka bilan kelishib olib, she'rning tarixini kelishib olib, keyin qo'shiqchilarga taqdim etsangiz bo'ladi. Shu an domlani o'rtada qo'ydingizlar. Ha. Tarixga ham murojaat qilib o'tamiz-da. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Studiyamizda aynan dasturimizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Ko'p bora sizni taklif qildik. Ko'p bora ijodiy safarlar bo'ldi. Aynan respublikamiz bo'ylab tashrifingizni kutgandik bir necha bor, lekin to'g'ri kelmadi. Mavrudi bugunga ekan. Nasib. Nasib bugun. Xo'sh, hajviy she'rlar ham yozib turasiz. Biz buni ko'p bor guvohi bo'lganmiz. Ayniqsa kredit mavzusida gap bo'lishi mumkin emas. Ketma-ket serial tarzida yozildi bu she'rlar. Xo'sh, bugungi dasturga nima tayyorlab keldingiz? Aynan bugungi dasturga endi bilasiz, shoir tabiat odam uncha esda qolmaydi. O'zimiz ham shu. Kelinglar endi shu Xorazm shevasida o'qiyapman. Xorazm shevasida. Aynan bugungi yozgan she'rim Tungi Ekspres deb nomlanadi. Chunki shu tashrif boshlangandan buni men yozib qo'ydim. Ana bugun, ana ertang, ana bugun, ana ertang bilan vaqt o'tdi-da. Demak, buni shunday yozdik. Pultli bos qo'y xatovini, Tungi Ekspresni ko'r. Yig'nashtir boshqa tovini, Tungi Ekspresni ko'r. Yaqmagan bo'lsam men cho'ta, qora jo'ra samolyota, telefonni qo'y polyota, Tungi Ekspresni ko'r. Xola artist, xola diktor, yo o'qituvchi, yo bir doktor, behazil do'st, tashvish yo'qdir, Tungi Ekspresni ko'r. Yo tadbirkor, yo student, ko'rmaka olmaysan bilet. Haftada bir, har kun emas, haftada bir, har kun net Tungi Ekspresni ko'r. Bil, XTV sharaf shonli. Bu ko'rsatuv doim jonli. Boshlovchilar xush zabonli, Tungi Ekspresni ko'r. Ina omad, xo'ja niyoz, Nilu so'lla, bir dilni yoz. Dilni yorar xo'p, sarafroz, Tungi Ekspresni ko'r. Qarang, 2 lotchik. Studiya desa, yetamizmi yo desa, qo'shiq aytib o'yna hassa, Tungi Ekspresni ko'r. Ana arg'i hafta o'tdi, bu hafta o'tib ketdi. Sabri, bugun navbat yetdi, Tungi Ekspresni ko'r. Tan olibdilar oxirida. Oxirida tan olibdilar lekin. Albatta, juda ham chiroyli. Necha sonni o'tkazib yuborgan. Muallifni ham yozmabsiz. Yozgan-ku. Sabri bugun navbat yetdi. Bugun navbat yetdi. O'sha Sabri. Ko'rsatuv muallifinimi? Yo'q, ko'rsatuv muallifiga alohida uchun yana bir chaqirishingiz kerak. Alohida ramkada. Eshitdingizmi? O'din ayirgan bolta chetda qolibdi. O'din ayirgan boltani chetda qoldiribmiz. Alohida ko'rsatuv muallifini bir gelishni men boshqacha tasavvur etganman-da. To'g'risi. Chunki chiqarib qo'yali. Xudo xolasa men chunki boshqacha tasavvur etganman. Aynan keyin bir taklif bo'lsa men ko'rsatuv muallifi bilan shu samolyotdan tushib kelishim kerak-da. Endi Ulug'bek buni endi reklamasi normalni bo'ldi. Yana bir chaqirlasiz baribir endi. Birin-ketinlikda biz shartlarga o'tsak bo'ladi endi bu yog'iga va aynan bugungi dasturimiz uchun hozirlangan shartlar ketma-ketligi bor bizda. Akbarbek, bu shartlarni biz yangilaganmiz. Siz oldingi safar ishtirok etganingizdagi shartlarni biroz yangilaganmiz va ayni daqiqada biz qiyshoq shartiga yuzlanmoqchimiz. Qiyshoq shartimiz bor. Bilasizmi qanday shart? Yo'q. Sizning ijodiy faoliyatingiz bilan bog'liq bu narsa. Sizlarni. Qiyshoq nima degani? Mana siz savol berasiz-ku. U nima bu? O'zbekcha. O'zbekcha qiyshoqda ham bor. Mishokda emaslar. Men ham eshitmagan ekanman. Ismingizni teskarisini ayta olasizmi? O. Ayting. Rabika. Shundaymi?
birdan odam bor. Qo'shiqni teskarisini biz sizga aytgandik. Mishok. Qishok. Nima? Qo'shiqni teskarisi. Mishok dedingiz-ku? Yo'q, biz qishok. Qishok. Demak, Shartimiz bor. anglagan bo'lsangiz kerak, qo'shiqni teskari taqdim etamiz. Temurbekdan boshlaymiz. Marhamat. To'xtang. Yo'q, qo'shiqni teskarisiga biz sizga taqdim qilamiz. Siz qaysi qo'shiq ekanligini va ijrochisi kim ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Ikkilab. Birin-ketirlikda boshlaymiz. Temurdan boshlay qolaylik. Temur sizdan boshlaymiz. Chunki katta Yaxshilab eshitasiz. ijodiy dam olishdan keldilar, endi yaxshi Yo'q, natijalar ijodlar ham bilan. yaxshi bo'lyapti. To'xtang. Xo'p, demak, biz shartlarni boshlay qolamiz. Boshlaymiz. Timur Rahimov uchun maxsus tarona. Teskari tarona. Shu Nilüfer'de ham eshitib qoldim Nilufar dedimi? Tushunmadim doğrusu. Yana bitta eshitasizmi? Men ham bir eshitdim. Aha, marhamat. Ming qasamki. Xo'p. Xo'p. O'rgatish bo'lmasin, siz uchun alohida qo'shiq bor. Men lekin doğrusu tushunmadim. Eng qizig'i talabalar topishdi hozir. Ha, topdimi? Jim. Talabalar jim. Ha. Siz o'shanmi deyin. Sizlar bilmaysizlar, biz topdik uni. Yo'q, bu agar shu tarona bo'ladigan bo'lsa, jarimasi bor. Siz topmadingiz uni chunki yordamchi kuch oldingiz. Yordamchi kuch oldingiz. Biz originalni eshitaylikchi? Minimal ko'p emas. Yo'q. Originalni eshitamiz. Originalni eshitamiz. Xotiralar yuragimni kuydirmasin. Hayollarim so'zlaringga suydirmasin. Kim aytgan bu qo'shiqni? Kim aytgan lekin bilmay yaxshi aytgan lekin. Keyingi tarona Akbarbek Sapayev uchun marhamat. Qani Akbar? Qani? Qani? Meni bolalarım ham biladi bu qo'shiqni lekin. Mana tarsina qo'ymadingiz-ku. Usul ma'lum. Yo'q, teskarisiga ham shunaqa ekanda qo'shiq. Aldina o'rtasini. Ozoda Nursaidovanov ko'k Jiguli. Originalni havola etamiz. Atrofingga nazarlar solib mahallaga kelar edik. Musiqani qo'yamiz, endi yon bosini eshittirsangiz ham To'g'ri. Demak, keyingi tarona Temurbek siz uchun marhamat. Tushunishib oldingiz endi. Bundan ham keyinroq bor. Rahmat. Kim bo'lishi mumkin ekan? Qiz bola bo'lsa kerak a. Akbar topdilar da. Ikisidan menga qiyinroq qo'shiq tushdi. Ya Jiguliga o'xshagan bir Moskvichding bir yo'q. Yo'q, topolmadim. Topolmadingiz. Originalni taqdim qilamiz. Yo'q, men eshitdim-ku. Qoshlaring qaromadi, sochlaring gulga yaroq. Akbarbek Sapayev uchun taqdim qilamiz navbatdagi tarona. Ekber ham Yana bir martami? Izini qo'yarsalar ham bo'ladi. Nakarat nima? O, nakarat. Tezroq topamiz. Xo'p, davom etamiz. Yana takroran. Takrorini eshittiramiz tez.
Dim ters ekan lekin ha. Usalandim. O'ngni tersni qo'yib o'tirishdi. Yonboshdan qo'ying Variantni deganingiz. boshida birinchi u deganda siz o'shamu ekanda vardi. Keyin shu fikrimda qolaverdi. Shu fikrda qoldingizmi? Boshqa variant kelmadi. Xo'p, original variant taqdim qilamiz. Original. Alamga taqdir bitgan yuragimni angar etgan Qoyil Otabegimni gapirish mumkin emas. ters ekan nomi tushadi ekan. Kep otagi bundan Hech bo'lmasa shu Otabekdan topaveradi ekan. Rahmat. Bu shartda yaxshi o'tib oldik va bizda dublyaj sharti bor. Dublyaj shartida Ulug'bek aka bevosita siz ham ishtirok etasiz. Qatnashishingiz mumkin. Hayolingiz parishon bo'lib qoldi hozir. Eshitibman. Eshityapsiz-a? Demak, hozir original variant taqdim qilamiz. Dastavval Ulug'bek aka, biz ikkalamiz ushbu shartni bajara qolaylik, ha? Xo'p. Yor filmidan parcha tomosha qilamiz. O'tiravering. Monitorga diqqat qaratamiz. Yoningizga o'taman. Ota bola bo'lib yonma-yon tursak yaxshi ekanda. Boring, yonlariga borib. Yoningizga o'taman. Original variant taqdim qilamiz, parcha tomosha qilib olamiz va undan so'ng ushbu tekstga qarab yoki bo'lmasa improvizatsiya tarzida Improvizatsiya qila qolaylik shuni. Mayli, sizni xonish. Chiroyli. Qalam qoq, ha? Oppoqqina. Judayam chiroyli. Bo'lmaydi. Bu bolam meni odoyat qilmam qiladigan bo'ldi-da. Dada, undan dori hidi keladi. Keyin u qoldan ham qo'rqaman. Bo'ldi. Qo'lingdan kelmaydimi? Meni o'zimga qo'yib ber. Deymi? Men ana shu olimchalarni jiyaniga unashtiraman. Dadajon, buni otni bilasizmi, nima deydi? Nima deydi? Feodalizm. Bu narsa nima deydi? Buni ot dadangni gapirib ber, dadangni esimdan chiqma deydi. Dada menga qarang. Men romantikman, dada, romantik. Ehtimol menga bir san'atchi yoki artistga yoqadi. Nima? San'atsiz hayot baxshilikdir, dada. Endi meni bitta kamim ertadan kechgacha uyda o'tirib olib, Namanganda olmasi degan ashulani eshitishmidi? Sizga hozirgi san'at qachon yoqqandi, sizga haligi eskisi bo'lsa. Olam qo'ysam qadam. Hozirgiyim. Kim qo'ydi senga xalq san'atini maza qilishni? Tayyormisiz? Tayyorman. Demak, improvizatsiya tarzida boshqarib boramiz. Ana, boshladik. Dublyaj. Kim dadasi, kim o'g'li? Dublyajda aktyorlardan Ulug'bek aka dadasi. Ulug'bek Yusupov hamda Xo'janiyat Otajonov. Boshladik. Men boshlayman. Uylan. Qachon uylanasan? Opangga iching ursin axir. Yaxshi uylanaman, lekin kimga uylanaman? Ana, qo'ng'ishi, Renni qizi, Oydin Guldin qiz. Doktorni aytasizmi? Hava. Qo'ysangiz, ukoldan qo'rqaman men. Ha, asasan kim mapparing? Uni ukoldan qo'rsang, oyda palankasi qiz desam, buni yana birlasa desang, kimni berish kerak san? O'zimni yaxshi ko'rganim bor meni. Kim? Ayt, men boring. Ey, axir, ya, ne bak-ku? Matronani qizini, ha? Yodingizmi? Ha? Ashu. Sana bo'lmaydi. Sana bo'lmaydi. Axir men romantikman, aka, tushuning. Axir men o'zimni ko'nglim bilan bir so'rashing axir. Ko'nglingiz nima deydi? Endi ko'nglim bir ashulachi-pashulachimi yo balki. Ha, uyda o'tirishga kena olma pishganda galingda bu yo'qmi? Yo'q, oson. Kerakmidi? O'zing yetasan menga bir ashulachi yetadi. Tasanno. Ha, yaxshi o'tib oldik-a? Xayriyat, joylashib olsangiz bo'ladi. O'zim ham qiynalib ketdim, to'g'risi, dublyajda. Ichida yer bor, shu o'tib ketdi-ku. O'tib ketdi shu yerda. Ichib olishingiz kerak edi. Agar shu tabletga ichsam ahvol og'irlashadi. Joylashib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi yigitlar uchun, aynan Barbek, Temurbek sizlar uchun maxsus. Sizlar uchun multfilm taqdim qilamiz. Multfilm. Original variant Uyda tomosha multfilm qilamiz. ko'rasizlar, to'g'rimi? Balla bilan ava. Akbar. Ko'rasizlar. Do'stgilam, kayfiyating chog'mi? Choq? Marhamatda meni shu holda ko'rganmisan? Quloq sol, noxush xabarim bor. Yo'q, gapingni bo'laman. Noxush xabar taqiqlangan. Boisi, bugun gullar bayrami. Yilning eng yaxshi kuni. Ha, hamma gap shunda-da. Bu yilda Bo'ldi, gapirma. Mariya qanotlaring chigalini yozasanmi? Hoy, ularni arang haydab keldim o'zi. Olg'a!
Oladigan joyi ekan oxirida lekin. Ha, to'xtang. Demak, bizda qog'ozga qarab Yordamchi so'zlar aynan ishlatilinadi. Sizlarga taqdim etiladi. Timur, marhamat. Ishlatish kerak buni. o'sha monitorga qaraysiz, harakatga qarab so'zlarni bemalol Obrazga qarab, o'zi aslida dublyajda shunaqa bo'ladi, bilasizmi? Yo, bilaman, unda dublyajda qatnashib ko'rmayapman. Nima, hozir qatnashasiz? Dublyajda aktyorlardan Akbar Sapayev. Temurbek, rahmat. Rahmat. Xo'p, demak, tayyormizmi? Tayyormiz. Kim bo'ldi shunda? Kelishib Ferzan olaylik. kim bo'ldi? Kim buqa, kim kuchukcha? Ikiz bolasanmi-da? Biz bizani kuzatib o'tirganlar emas, yetib ustimizdan ko'raylik. O'kizmi? Maylimiz. Qani boshlaylik. Qani. Ha. Qaysi o'kizsan? Videoga Marhamat, marhamat. Timur, videoga ham qarang. Qog'ozga ham qarang. Yo'q, qog'oz olib qo'yishadi. Qani. Marhamat. Timur, qarasa yozgan vazim borku. Nima? Oshini bir aytib berdi o'zidan. Yetay. Ova, eshitgan. Ha, buni netish kerakmi? Topshirib berish kerak esa. Kim bu? Sizmi? Chanda o'tdingiz. O Timur yondaki, hey Timur. Qani bu, qani. Qidirib yotibman, to'nka so'rlab yotibman. Ha, unda aytmay beraga qo'ysang. O'zing yaxshi bolasan, qaqa Akbar, qara turishingga qara. Yo'q, sen ne nasılsın yo'q? Ey, men shu desang ishlar bilan. So'rlab yotibman ekan bu yerda. Endi so'raysan sen. Qistonmindir. Akbar, unda aytma lekin. Og'zingni bekla. Og'zima urding-ku. Bu kim bu tovuq? Men. Qaqaqlab chiqqan. Otib beraman oshonlara. Ey, qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Minnatdorchilik izhor qilamiz. Juda ham bir zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, ha. Yaxshi o'tib oldinglar. Ana endi Timurbek o'zlarini jarimalarni to'lasalar bo'ladi. Ha, hozir to'lashingiz kerak bo'ladi jarima. Rimenda yozinglar. Qani? Rimenda. Qani turyapmiz. Qo'shib aytib beringmi? Yo'q. Boshqa shartimiz bor. Hozir 25 gacha sakrab berasiz shu joy. 25 gacha sakrab. 20 sanaymiz. Tushunatibmi? Yo'q, hozir ko'rsatamiz. Qo'shiq bilan birgalikda sakrab. Qo'shiq bilanmi? Qo'shiq kuylaysiz. Marhamat, Temurbek Rahimov ijrosida navbatdagi tarona. Rahmat.
narsa aytaymi? Ayting. Ikkita jarimadan ham bir yo'la qutulib oldingiz. Qutuldimmi? Qutuldingiz. Bo'ldi, u yoq xat bormasa ish qilib. Joylashib olasizlar, marhamat. Hazillanmasa. Joylashib olamiz. Fursatimiz yaqqan bo'lsa. Temur Akbar bitta savol bermoqchiman. Mana do'stlar davrasida o'zingiz sinfdoshlar bilan bo'lsin yoki oshna og'aynilar bilan bo'lsin, qaysidir bir joyga borganingizda karaoke kuylab turasizlarmi? Shunchaki qiziqishga. Va biz ko'p boramiz bolalar bilan. Kuylab turasizlar. Demak, bu odatiy holat karaoke kuylash sizda. Demak, Akbar biz kuylaysiz-ku, karaoke endi bo'lmasa ham o'zimning uyimda kuylaysiz. studiya bor. Studiya bor. Buning uchun bolalar bilan o'tirsak, bizda karaoke emas, bu ko'proq Jonli ijro. bo'ladi. jonli ijroda. Bizlar ham fonogramma emas. Yo'q. Karaoke emas. Torda. Xo'p, mayli. Bo'ldi, kelishib oldinglarmi? Bizlarnikilar Hamma nasihat torda. kerak yo'q. Qani, Akbar hozir keling. karaokedan oldin bitta she'r tinglab olmaymizmi? Bitta she'r eshitaylik, joylashib olishsin. Hop. Ulug'bek aka, Ulug'bek sizga aka. murojaat qilamiz. Bir hajviy xorazmcha she'rlardan bo'lsin. Kayfiyatni ko'taraylik. Kayfiyat ko'tarib o'taveradigan osmonga qaratib. Atmadan olmasinmi? Hozir aytdimizku, ikki jo'ra o'tirsangizlar karaoke aytib turasizlarmi, unda turasizlarmi deb. Shunga vaqtda biz so'raganga o'sha ikki jo'ra o'tirsangizlar bir-biringizga jo'shib turasizlarmi degan bir narsa. U muammo-ku. U lekin o'zi hozir zo'r muammo bo'lib ketdi-da. Ayniqsa bizda bor shunday jo'ralarda. Shunday jo'ralar ichimizga tushgan vaqtda to'g'risi bir bo'lar, ikki bo'lar, men ham shag'al olaman deydi, qadimkilar. Shu vaqtimda o'tirib yozgan o'zimmi? Keyin bir malli Instagramga qo'ysam, bir 5000 odamga ketibdi onlanmana. Demak, shuning jo'ralar bir mandamas ekan, ko'p odam da bor ekan. Balkim hozir aytsam sizlar ham yodingizga tushib qolar. Meni shoirlarim ham bor shunday. Yandan kallamizga gap turibdi deydilar. Men shoirlarim ham bor shunday. Bular ham jo'natishadi. Hazinasi ketdik. Aytchaqing bir jo'shay deysan, to'lka o'yma o'y yuriysan, yedirmaysan, kur yeysan, jo'ra o'zing ham bir chaqir. Tayyorsan, nerda bo'lsa mut, qolmaydi pechingda komput. Jo'sh, bir-birini bir unut. Jo'ra o'zing ham bir chaqir. Opparib bala chag'angni, jo jo'shtirib qaynag'angni, yig'lashtirib dag'dag'angni, jo'ra o'zing ham bir chaqir. Eldingdan olib qo'yjaqding, yeysan, tovoqni o'yjaqding, gaplaring ko'chqa so'yjaqding. Jo'ra o'zing ham bir chaqir. Bormi jo'ra nomus oring, qachar sendan do'sti yoring, so'llasa keladi qaring. Jo'ra o'zing ham bir chaqir. Yomon emas, buklab dikishing, jo'sh desa yolg'on do'kishing, shart emas yurtni yıkishing. Jo'ra o'zing. Hech bo'lmasa men chaqir. Bitta o'zingiz. Ming jo'rang bo'lsa jabr, sabri sana bersin sabr. Jo'shaman do'st, yana bir so'nggi safar o'zing chaqir. Mana shunday kadrni qaratib beringlar, shunday qaysi ish kadrang? Eshitdingmi? Sana nishab aytish kerak, o'lmaysan bir chaqir. Shuni kesib berasizmi ishi? Zo'ra toza beraman. Bo'ldi, gaplashib ko'ramiz. Bo'ldimi? Ana Akbar siz. Karaokega o'tamiz endi. Akbar keling. Studiya markaziga taklif qilamiz va monitorga diqqat qaratasiz. Qaysi qo'shiqligini biz ham bilmaymiz. Balki siz eshitmagan tarona bo'lishi mumkin. Balki siz eshitgan, sizga quloqqonda bo'lgan tarona bo'lishi mumkin. Bu endi baxtingiz. Omadingiz. Omadbek. Yo'q, bu omad tungi ekspressda omadi bu. Omadimda. Hayot gulzor deya kezdim, tikonlari chiqdi yo'ldan, nadat onlari turfa ilonlari chiqdi yo'ldan.
Tilindi kapshilindi til, baloyi nafs bo'ldi g'olib. Qimorga boy berildor, pushmonlari chiqdi yo'ldan. Tilindi kapshilindi til, baloyi nafs bo'ldi g'olib. Qimorga boy berildor, pushmonlari chiqdi yo'ldan. Omadbek, bo'ldi, tugadi. Tugadi. Qo'shiq nimaga zo'r chiqib so'rayapsizlar hozir? Nima qilyaptilar Omadbek desa? Hali kelinlar qo'zg'olonida borki, sotdi o'ynab turaveradi-ku, musiqa to'xtab qolsa. Omadbek musiqa tugab qoldi, chalyaptilar. Juda ham chiroyli. Juda chiroyli. Umuman ijro qilmagansiz bu qo'shiqni. Ijro Faqat eshitgansiz. Bu qo'shiqni endi Quloq qondi. nima desam, bu qo'shiqni aytib ko'rmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. O'shunda esa yosh vaqtimizdan kinoni o'zini ko'rib, yaxshi ko'rib, takror ko'ryapmiz axir bu qo'shiqlarni ham shunday. Eshitgansiz, kuylagansiz ham. Xirgoya bo'lsa ham. Xirgoya, va. Juda yaxshi va muvaffaqiyatli o'tish bo'ldi. Rahmat. Ma'mun universitet talabalarini qarsaklarga sazovor bo'ldi. Timurbek Rahimov taklif etiladi. Karaoke-mi? Qarsak. Men biladim karaoke bo'lsin. Siz uchun maxsus qarsaklar qabul Rahmat. qilasiz. Endi shuni oqlashingiz kerak bo'ladi. Qaysi qo'shilligini biz ham bilmaymiz. Qani. Xo'p, monitorga diqqatimizni, e'tiborimizni qaratamiz. Ochib berishadi, ishlashyapti. Bu pishmas savdomi deb yuboraman, chorasiz qolganda ishq bozorida. Umidvorlik qalbim tilka poraman, bir hikmat bor deya yor ozorida. Bu pishmas savdomi deb yuboraman, chorasiz qolganda ishq bozorida. Umidvorlik qalbim tilka boraman, bir hikmat bor deya yor ozorida. Mayli telbadinglar, mayli devona, nahot sevgi gunoh, bizlar gunohkor. Gulni bulbuliga aylab begona, kimning ko'ngli to'lar, kimga qanday kor. Hoy, men seni qora sochingga emas, qorday oq ko'nglingga bog'lanib qoldim. Yaxshi chiqdimi ishqim? She'r bo'ldi-ku. Keyin qarasam ikkingiz ham jo'shib o'qib turibsizlar, men hamdan boshqacha bo'ldim. Agar ruxsat bersangizlar 1 minut, ya'ni 1 daqiqa sevgi haqida kichkina narsa o'qisam. Xo'p, bo'ladi. Bo'ladimi? 3-4lik. 2-3lik. Marhamat. Sen nega bunchalar beshafqatsan ishq? Qaysi sevishganga rahm etding qachon? Parchalab sevishgan yongan yurakni g'am birla quvnaysan, yondirib har on. Sen nega bunchalar beshafqatsan ishq? Yuragimda to'la armon, g'am, alam, yozmayman madhingni deyman u yana darddan bugun qo'limda qalam. Sen nega bunchalar beshafqatsan ishq? Qadrim yo'q ekan-ku men nega sevdim? Bilaman ul yorning kuymaganini, lekin shunday bo'lsa-da uni deb kuydim. Sen nega bunchalar
beshafqatsan ishq. Nimang bor bo'lasan sevganga malham. Nega azoblanar sevgan doimo, dard bersang berginda sevilganga ham. Sen nega bunchalar beshafqatsan ishq. Axir yetmayapti sabrining sabri, qarshingda ojizman, yig'layman beun, qolmadi bir tomchi ko'zlarim abri. Sen nega bunchalar beshafqatsan ishq. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Beshafqatlarcha sevadiganlar uchun bo'ldi-da endi bu. Go'zal san ishq topib davom ettirib ketaveraman men. Cheksiz. To'g'rilab ketaverasiz. Men hozirgi jumlani Xo'janiyozga aytyapsiz deb o'ylabman. Yo'q, Xo'janiyozda beshafqatlik yo'q. Akbarbek Sapayev keling, marhamat. Tarona taqdim qilamiz, qo'shiq ijro qiling. Navbatdagi tarona Akbarbek Sapayev ijrosida. Marhamat. Senden ayrılmak azap verdi bana. Yüreğim sınsa da yar sevdi yana. Senden ayrılmak azap verdi bana. Yüreğim sınsa da yar sevdi yana. Ah sevgilim yüreğin açmadın hiç. Nakat indi hammasi buldu mu hiç? Ah sevgilim yüreğin açmadın hiç. Nakat indi hammasi buldu mu hiç? Yoksa gel yağmurla iki gözlerim yığlar. Seven 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 kaldım ya. Damcıları her sefer bana seni esleter. Göğe 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 öldüm yar 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 yar. Özgeler yar sevişim bilse bile, halımını harabımlar gülse güler. Özgeler yar sevişim bilse bile, halımını harabımlar gülse güler. Sağınsan kollarını çalgıra, karşı varıp bulmadı yar tavdira. Sağınsan kollarını çalgıra, karşı varıp bulmadı yar tavdira. Yoksa gel yağmurla iki gözlerim yığlar. Seven 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 kaldım ya. Damcıları her sefer bana seni esleter. Göğe 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 öldüm ya. Sensiz endi hayatım manası yok. Gözlerinde menke bir şey dansı yok. Sensiz endi hayatım manası yok. Gözlerinde menke bir şey dansı yok. Kavrulup yığlasak am yağmurlara, indi gözyaşlarımız faydası yok. Kavrulup yığlasak am yağmurlara, indi gözyaşlarımız faydası yok. Yoksa gel yağmurla iki gözlerim yığlar. Seven 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 kaldım ya. Damcıları her sefer bana seni esleter. Göğe 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 öldüm yar 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 yar. Yoksa gel yağmurla iki gözlerim yığlar. Seven 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 kaldım ya. Damcıları her sefer bana seni esleter. Göğe 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 öldüm ya. Rahmat. Salomat bo'ling, Yomg'ir joylashib olamiz. yog'sin, hech kim yig'lamasin. Albatta. Chiroyli qo'shiq. Omadbek, Labbay. keling. Aynan Ulug'bek akaga yuzlanmoqchimiz ayni daqiqada. Men yuqorida aytdim-ku, kredit mavzusida she'rlar bor, Xorazm shevasida deb. Ha? Topil. Shoshganda topilmayaptimi? Ha, qayerda qo'yganim. Shoshmasdan qidirib ko'ring. Xo'p.
shoshganda labbay topilmaydi dedi-ku. Temur birinchi marta ishtirok etishi ko'rsatuvimizda adashmasam, adashayotganim yo'q. Akbar endi ikkinchi marta ishtirok etishi, oldindan ham mana shu ko'rsatuvdagi tajribasi bor demoqchiman. Xo'sh, taassurotlar, fikrlar qanday? Taassurotlar doğrusunu aytsam ozgina hayajon bor. Chunki bu jonli efir bo'lib turibdi. Shuning uchun mas'uliyati bor. Mas'uliyati, bosim bor ba'zi bir. Xudo Lekin xolasa ikkinchi yana kelish niyat etdim. Xudo xolasa unda yanada yengilroq bo'lib kelasiz. Undan da yanada obnovleniya bo'lib yangilanib. Lekin sharti bor, yangi qo'shiq bilan kelish kerak. Ha, Xudo xolasa shunda toza qo'shiq olib kelaman. 2 qo'shiqmi, 3 qo'shiq olib kelaman. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda inshaalloh. Albatta. Biz buni kutib qolamiz. Xudo xolasa. Bormi Ulug'bek aka? Topilmayaptimi? Keyingi dasturga va'da qilib keting lekin. Men mana shu va'dani olish uchun qiynab qo'ydim-da. Keyingi paytda kredit 1, 2, 3 chiqib ketdi-da. To'g'ri, shuning uchun esimda qolmagan. Uchalasi ham lekin bor, qayerda turganini nima qilib qo'ygan. Keyingi dasturga, Ulug'bek aka, men nima uchun mana shu mavzuga sizga murojaat qildim? Keyingi dasturga o'qish uchun va'dani olmoqchiman. Teletomoshabinlarni qarshisida jonli efirda. Gap bo'lishi mumkin emas. Va'da berasiz. Kreditni birinchi, ikkinchi, uchinchisi kafil haqida ham alohida bor. Bo'ldi. Bonusiga deng. Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi Omonboy aka, Temur mikrofon berib turasiz. Sizni bugun talabalaringiz, shogirdlaringiz aynan sizning ilmiy ishingiz mavzusi bo'yicha bular ham tayyorgarlik ko'rib kelishgan. Eshitishimga qaraganda turk tilida, shundaymi? Endi hozir xohlasangiz turk tilida, xohlasangiz koreys tilida, xohlasangiz ingliz tilida yoki boshqa o'zbek tilida ham. Xohlasangiz gapirmaydi. Turk tilida. Qaysi talabalarimiz endi men bilmadim. Qaysi talabamiz tayyorgarlik ko'rganlar, o'zingiz tanishtirasiz. O'qlangan miltiqda aytasiz. Qisqacha ma'lumot berib o'tib, o'zingiz haqingizda keyin o'sha mavzu doirasida fikrlarni bayon qilishingiz mumkin. Tamam. Benim adım Zahra, soyadım Şerifova. Ben Memon Üniversitesi'nin öğrencisiyim. Bizim üniversitemiz çok bir eğlenceli yurt. Bizim öğretmenlerimiz de çok bir iyi insanlar. Biz üniversitemizdeki öğrenciler de çok şeyleri biliyorlar. Bizim üniversitemiz çok iyi. Endi ilmiy mavzu yuzasidan fikrlar bo'lsa bemalol bayon etishingiz mumkin bo'ladi. Aynan biz yuqorida tarix mavzusida. İyiliği hakkında biz çok söylüyoruz. Evet. Her canlı yayında. Evet. Ben bundan öğretmenlere de teşekkür ederim. Benim bugün söyleyeceğim konum Harizm'de Büyük İpek Yolu hakkında. Bizim Harizm'de İpek Yolu hakkındaki konular çok. Arap tarihçileri de bunları yazmışlar. Mesela İştahri, Mesudi, İbn Havkal çok şeyleri yazmıştır. Rahmat. Buna to'g'ri qilamiz. Ana koreys İngilizce ham bor. İngilizce aytsangiz, İngilizce ham bor. Chunki bunga alohida to'xtalamiz endi. Bunga alohida to'xtalamiz. Men hozir mana shu talabalarni bilim doirasini, imkoniyatini, aynan mahoratini teletomoshabinlarimizga yoritib berishni istadim-da. Endi dasturimizni yakunlash uchun ishoralar qabul qilib olyapmiz ayni daqiqada. Biz rejissyorlarimizdan xayrlashib olsak bo'lar ekan. To'xtanglar, o'rtalarga turib olaylik, yigitlar. Boshlaganda uchalamiz boshlamagandik, hech bo'lmasa xayrlashganda uch og'ayni botirlar bo'lib xayrlashaylik. Qadrli Oynajahon muxlislari, bizga ajratgan mehringiz, daqiqalaringiz uchun sizlarga alohida minnatdorchiligimizni aytib o'tamiz. Biz sizni sog'inib mana shu dasturga tayyorgarlik ko'ramiz. O'zingiz va yaqinlaringizni har doim ehtiyot qiling. Keyingi diydor qadar salomat bo'ling aziz Oynajahon muxlislari. Biz sizga bor mehr muhabbatimizni ushbu tungi ekspressni shiddati bilan namoyon etdik va mana shu mehr muhabbat sizni aslo va aslo tark etmasin. Har doim sizning tabassumingiz uchun harakat qiluvchi Tungi Express dasturi ijodkorlari siz uchun aslo charchamay tilim bilmaydi. Demak, har shanba kuni 22:30 da bizni tomosha qilishni unutmaysizlar. Albatta. Dastur yakunida Qaldirg'och ansambli sozandalari ijrosidagi go'zal navo dasturimizga yakun bo'ladi va albatta biz siz bilan keyingi diydor qadar omon bo'ling deymiz.
Hurmatli bort komandiri, Tungi Ekspress parvozga tayyor.